Tabriklayman. Rahmat. Va mashinani kaliti. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Rahmat katta. Barchaga xayrli kun, barchaga assalomu alaykum. Va nihoyat 2025-yilda UzCard milliy to'lov tizimi bilan hamkorlikdagi aksiyamizni eng oliy sovrini BYD U1UP elektromobilini g'olibi ham allaqachon aniq. Agar jonli efirni siz tomosha qilmagan bo'lsangiz, hozirroq Aloqabankning YouTube sahifasiga o'tib, jonli efirlar bo'limida eng so'nggi jonli efirni tomosha qilishingiz mumkin. 3800 dan ortiq ishtirokchilar o'rtasida eng omadli siz bo'ldingiz. Keling, avval siz bilan tanishib olaylik. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Alimardon Abdullayev, Bahodir o'g'li, Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman Shirkin qishlog'ida yashayman. Sentyabr oyida asalarichi bo'yicha kredit olgandik 100 million so'm. Aloqabank tomonidan shu yoshlar yetakchisi tomonidan yordam asosida asalarichilikni rivojlantirish boshlagandik. O'sha kun telefon qilganingizda ham shoh holatiga tushib, odam ana bo'lib qoldi. Bundan kattakon rahmat. Nasib bo'lsa, bundan ham yutuqlarga, baland yutuqlarga erishishga harakat qilamiz. Biz ham sizga omad tilaymiz. Rahmat. Bundan ham ko'proq, bundan ham yaxshiroq sovg'alarga loyiqsiz. Asalarichilikda ish faoliyatingizda omad tilaymiz. Iltimos, o'zingizni tanishtirib olsangiz. Men Nazarova Nilufar Hayitovnaman. Alimardon onasi. Rahmat shu yutuqlar uchun. Kutmagan edik bu sovg'ani. Bu tadbirkorlikni boshlaganimizga uncha qancha bo'lgani yo'q edi. O'zi 3 oy bo'ldi. Endi boshlagan, lekin bu juda ham nima desam, hayajonli narsada. Kutmagandikda bu sovg'ani umuman. Qalay bo'lar ekan yangi mashinada? Qashqadaryoga ketish. Judalar. Yuring. Qashqadaryoga necha soat yetib borasizlar endi? Nasib bo'lsa shu 7 soatlar. 7 soatlar, ha?